Assalomu alaykum akalar, mana xonadonga o'rnatilgan eng kichik 2,5 tonnalik yo'nqislarimiz o'rnadi. Hamma joylari ulanib, tayyor ishlaydigan holatga keltirildi mana. Mana bu tomonda dimoxod, mana o'rtada avariniysi, u tomondan kelani ulangan. Mana shu truba yon atrofidagi trubalardan hammasi tagi teshik, drenaj bo'ladi, yopiq izolyatsiya qilib qo'yiladi. Shu tartibda ishlaydi bu. Ana shu xohlasa ishlaydigan holatda bu. Ana 3 tonna 3 kameralik kanalizatsiya yo'nqishlarimiz o'rnadi. Tayyor bo'ldi. Mana bitta truba kelgan truba, bittasi hojatxona, bittasi o'rtaga borgan kuxnya. Mana chiqib turgan pajarniy. Atrofiga qo'yilgan trubalar hammasini tagi teshik, drenaj holatda. Mana bu dimoxod. Mana shu tartibda ishlaydi. Shu tartibda o'rnatiladi bu. Mana shunday kottejlarga qo'yilyapti bu boshdan. Şeyde 10 ta kottejga qo'yiladi, har bittasi bitada. Bismillahirrohmanirrohim. Mana akalar, mana shu 5 etajlik domga qo'yiladigan 50 tonnalik kanalizatsiya yo'nqishlarimiz bor. Montaj jarayonlari ketyapti. Va xolos yakunlanish sharafasida. Ustalarimiz xolos yakunlash sharafasida turibdi mana. Trendga chiqasizlar-da, Sherzod. Facebookda chiqasiz ertaga Sherzod dedimiz. Ha? Mana shu asosiy greskilar degani. Bular shu obrotka suvini texnik holatga yetkazib berishlik uchun. Mana shu o'rnatilyapti. Va xolos oz qoldi. Yarim soatda yakunlaymiz. Mana yana xonadon uchun o'rnatilgan kanalizatsiya yo'nqishlarimiz o'rnadi. 3 tonna 3 kameralik degani. Hamma joylari bo'ldi, qo'ldan chiqdi. Xonadon uchun o'rnatilayotgan. Shuni internet tarmoqlariga joylaganimizda shu ko'rayotganlar orasida shuni o'rnatgan odamlar ham bo'lsa, shu to'g'risida kommentar o'z fikrlarini yozib ketinglar. Qachon o'rnatgansizlar? Qayerdansizlar shu to'g'risida? Baribir bu narsa kimgadir qiziq shu narsalar. Kimgadir kerak. Mana 3 tonna 3 kamera kanalizatsiya yo'nqishlarimiz o'rnadi. Mana shuni internetga joylaymiz. Shu internetda ko'rayotganlar kimdirlar qilib qo'ygan shuni. 5 yildan beri qo'yilayotgan shu narsani kimlarni qo'yganlar ham ko'rayotgandir. Shu qo'yganlar, ko'rayotganlarning ichida shu qo'yganlar biz o'z fikrlarini bildirib o'tinglar shu to'g'risida. Qachon qo'ydirgansizlar, qanday ishlayapti bu? Qolganlarga ham qiziq bu. Bismillahirrohmanirrohim. Akalar, mana yana bitta xonadon uchun qo'yilgan 3 tonna 3 kameralik kanalizatsiya yo'nqishlarimiz o'rnadi, tayyor. Ishlasa bo'ladigan holga keltirdik mana. Shu majburchadan xonadondan shu olib chiqqan shu ulatsa bo'ldi. Tomonlari hammasi bo'ldi. Mana shu trubalarimiz tagi teshib qo'yilgan, shu to'bi drenaj bo'lsa, sistemasi bo'yicha ishlaydi. Mana buni dimoxod, mana o'rtaga avariniyni. Mana shu videolarimiz kim qayerdan ko'ryapti? Shu narsa to'g'risida o'z fikrlaringni kommentariyada yozinglar. Shuni kimlardir o'rnatgan shu videolarni bir har qo'ygan videoyimiz 20 mingga deb, 30 mingga deb prosmotr bo'lyapti. Shuning ichida kimlar qo'ygan bo'lsa, qo'ygan odamlar qachon qo'yganligi, qayerdanligi, qanday ishlayotgan to'g'risida o'z fikrlaringni bildirib o'tinglar. Kimga manfaatli bo'lsa, shu like bosib, podpiska bo'lishlarini unutmanglar. Mana katta obyektga qo'yilgan 5 ta 10 tonnalikdan 50 tonnalik kanalizatsiyamiz mana xudo xolasa qo'ldan chiqdi. Mana montajlari bilan bo'ldi mana. Mana montajlar xudo xolasa qo'ldan chiqdi mana shu bugun. Assalomu alaykum akalar, mana bitta xonadon uchun qo'ygan 3 tonna 3 kameralik kanalizatsiya yo'nqishlarimiz tayyor o'rnatib bo'ldi xudo xolasa. Mana bitta xonadon uchun qo'yilyapti. Mana shu Vesta turgan teshiklar bittasi birinchisiga kiradi. Shu kanalizatsiya ulanadi. Ikkinchisi fajarni xud deyiladi, nafsiyak fajarga. Mana shu holatda mana shu 3 kamera bu.
Shu kameradan o'tib chiqqanda texnik holatda chiqadigan suv mana shu trubalardan chiqib, yerga singdan qilib, trubalar taglari teshib qo'yilgan. Drenaj sistemasi bo'yicha ishlaydi. Mana bu tevaga chiqqan, u dimoxod deydi. Adashga shu chiqqan suvni yerga bosim bergani. Mana shu tartibda o'rnatiladi, mana shu tartibda ishlaydi bu. Xulosa bo'ldi, mana qo'ldan chiqdi.